Qatar yoqyaptimi? Ay, yoqyapti. Chidasi bo'ladi. Bugun Zafar 12 ga to'ldi. Tabriklaymiz. Kattaman o'zi. Katta bola bo'ldi. Tug'ilgan kunini Qatarda qilamiz. Har doimgidek bizni yoqtirgan pasportga keldik. Вот такой большой, огромный мол, как говорят, супермаркет на Риге. Ana brendlar bor ekan, ovqatlarni boshidan qarab McDonald's bor. McDonald's. Qatarga kelib McDonald's yemak yeyishsa, uyat bo'lsa kerak.